Ekstremal vaziyatlarda odamlarning huquqiy mas'uliyati. Jabr ko'rganlarga yordam ko'rsatishdan bosh tortgan holatda fuqarolarning javobgarligi. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunining 23-moddasida shunday deyilgan: favqulodda vaziyat tufayli jabr ko'rgan fuqarolar bepul tibbiy yordam olish va sog'liqni tiklash tarzida davolanish, favqulodda vaziyat oqibatlarini bartaraf etish hamda hayoti va sog'liqlariga tahdid solayotgan xavfni kamaytirishga qaratilgan gigiyena chora-tadbirlari va epidemiyaga qarshi chora-tadbirlar o'tkazish huquqiga ega. Birinchi yordamni ko'rsatishi shart bo'lgan shaxslar uchun birinchi yordam ko'rsatilmaganligi uchun jinoiy javobgarlikgacha javobgarlik ko'zda tutilgan. Agar fuqaro ko'rinib turgan himoyasiz holatda bo'lgan jabr ko'rganini himoya olish imkoniyatsiz qoldirsa, u jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 117-moddasi. Xavf ostida qoldirish. Ekstremal vaziyatlarda oxirgi zarurat holatida birinchi yordam ko'rsatish davomida jinoiy va ma'muriy javobgarlikka boshlanadi. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 38-moddasi. Oxirgi zarurat: karantinda saqlash yoki davolash ko'rinishidagi tibbiy xarakterdagi majburiy chora karantin va inson uchun xavfli boshqa infeksiyalarning yuzaga kelishi va tarqalishi sharoitida epidemiya bilan kurashish qoidalarining buzilishi bilan bog'liq huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarga nisbatan tegishli tibbiy asoslar mavjudligiga qo'llanishi mumkin.